Kitobning 141-betida 3-masala 5 kilogramm piyoz va 6 kilogramm kartoshka bor. Buni o'zimiz uchun belgilab olamiz. 5 kilogramm piyoz va 6 kilogramm kartoshka bor ekan. Endi chap tomonda piyoz, o'ng tomonda kartoshka. Bu yerda piyoz massasining kartoshka massasiga nisbati qanday? E'tibor beramiz. Agar piyoz massasi 5 kilogramm, kartoshkaniki 6 bo'ladigan bo'lsa, unda piyoz massasining kartoshka massasiga nisbati 5 ga 6 bo'ladi. Ya'ni 5/6 ko'rinishida demak yozib olinadi. Buni yozamiz va o'qilishini 5 ga 6 deb demak o'qir ekanmiz. Va keyingisiga o'tamiz. 4-masalada 5 litr olma sharbati va 2 litr apelsin sharbati bor. Olma sharbatini belgiladik va apelsin sharbatini ham belgiladik. Demak, bittasi 5 litr bu olma sharbati. Demak, apelsin sharbati esa 2 litr. Olma sharbati hajmining apelsin sharbati hajmiga nisbati qanday? Eslatib o'tamiz, nisbatda biz o'lchov birliklarini ko'rsatmaymiz, ya'ni litrlar ko'rsatilmaydi. Shunday ekan, olma sharbati 5 litr bo'lganligi uchun uning hajmining apelsin sharbatiga nisbati 5/2 ko'rinishida demak yoziladi va bu 5 ga 2 deb o'qiladi. Buni belgiladik va o'qilishini yozamiz. 5 ga 2. Buni ham belgilab olamiz. Endi 5-masala. Akmalda 3 ta qizil va 5 ta yashil, jami 8 ta shar bor. E'tibor beramiz. Mana bu yerda sharlar va bu yerda savol bor. Yashil sharlar sonining qizil sharlar soniga nisbati qanday? Yashilimiz 5 ta edi, qizilimiz 3 ta. Demak, yashil sharlarning qizil sharlarga nisbati bu bo'lishi, ya'ni 5/3 ko'rinishida bo'ladi. Demak, ushbu savolning javobi 5 ga 3 yoki 5/3 ko'rinishida yozib olinadi. Keling, buni biz mana bu yerdan 5/3 ko'rinishida yozib olamiz. O'qilishi esa 5 ga 3 bo'ladi. Endi o'ng tomonda yana savolimiz bor. Yashil sharlar sonining jami sharlar soniga nisbat. Bizda yashillar 5 ta edi, jami esa 8 ta. Demak, 5/8, ya'ni 5 ga 8 deb o'qiladi. Mana shu nisbatda bo'lar ekan. Va quyida qizil sharlar sonining yashil sharlar soniga nisbati 3 ga 5. Chunki qizillarimiz 3 ta, yashillarimiz esa 5 ta. Shuning uchun 3 ga 5 deb olingan. Qizil sharlar sonining jami sharlar soniga nisbati 3 ga 8. Chunki qizillar 3 ta, jami sharlar esa 8 tani tashkil etadi.